Hurmatli haydovchilar, Tinchlik metrosidan G'uncha kinoteatriga kelganingizda taqiqlovchi belgi qo'yib qo'yibdi. O'ngga burilish taqiqlanadi degan belgini qo'yib qo'yibdi. Mana bu yerda G'uncha kinoteatri mana bu. Shu joydan ozgina o'tsanglar qora mashina kirib ketyapti-ku, shu ko'chadan kirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda G'unchada kirish taqiqlovchi 3-1 kirpich belgi qo'yib qo'ygan mana bu yerda, ko'rdinglar? Ozgina o'tsanglar mana bu yerda ko'cha bor. Shu ko'chadan o'ngga burilasizlar. Mana shu yerdan o'ngga burilib harakatlanib kelganingizda bir tomonlama harakatlanish degan belgini qo'yib qo'yibdi mana bu yerda. Shu joydan harakatlanib kirib borsanglar bo'ladi. Shu ko'chada mana ozgina yurib kirib kelganingizda mana bu yerda ko'prik bor. Ko'prikdan shuni o'ngga burilasizlar. O'ng qo'lga yursanglar Firdavs masjidga, maktabga ketadi. Shu videoga like bosib, kanalga podpiska bosib, shu videoni yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Mana aylanib qaytib chiqyapman, mana aylanib qaytib chiqqaningizda ham mana belgi qo'yib qo'yilgan. Bir tomonlama harakatlanish mana. Ehtiyot bo'linglar. 3 750 000 streshli harakatlanish. Kanalga podpiska bosish esingizdan chiqmasin.